Yig'ishtirlashlaringni bu yerda men savdo qilaman. Tushundingmi? Aynan shunga o'xshash holat Toshkent shahri Yashnobod tumani aviasozlar bozori yaqinidagi joyda yuz berdi. Holat esa ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga aylandi. Voqea aynan mana shu yerda yuz bergan. Biz o'sha janjalda ishtirok etgan fuqarolardan birini izlab topdik. Mana marojni sotadigan bolalar marojni suv olib kelib qo'ydi. Peshxoddan o'tgan joyga qo'ydi. Biz ozgina meva sotardik-da, olib borib bu yoqda tirikchilik qilib turardik. Olib keldida, "Qani joylashib olaydi-da, oldimga qo'yib sotaverasizlar, sizlarga qarshiligim yo'q" dedi. O'g'lim sotardi. O'g'limga shunaqa dedi. Katta zontiga o'rnatdi, suv apparat qo'ydi, marojni apparat qo'ydi, xolodilnik qo'ydi. Bolam olib kelib oldiga mevani qo'ysa, "Ol narsangni sotmaysan" debdi. "Nima uchun sotmayman? Men ham tirikchilik qilaman." "Yo'q, umuman sotmaysan. Men tanishlarim bor, seni bir deganga yo'q qilib yuboraman" debdi. Sotmadi o'sha kuni, ertasi kuni chiqdimda qo'y dedim. O'zim chiqib turdim. Mandarin, apelsin qimmat mevalarda. Hammasini sindirib, yer bilan bitta qilib tepdi hammasini. 4,5 millionlik tovarimni yo'q qildi. Mazkur holat bo'yicha ish jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tuman sudida ko'rib chiqildi. Huquqbuzarlardan biri O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarligi to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi, ya'ni mayda bezorilikda nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir qilgan deb topilib, unga ushbu modda bilan 3 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Ikkinchi huquqbuzar erkak O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarligi to'g'risidagi kodeksning 183-moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir qilgan deb topilib, unga ushbu modda bilan bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari, ya'ni 1,125,000 so'm miqdorida jarima jazosi tayinlandi. Xuddi shuningdek, ikkala huquqbuzar ayollarga ham Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir qilgan deb topilib, ularga ushbu modda bilan bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari miqdorida, ya'ni 1,125,000 so'm jarima jazosi tayinlandi. Siz necha yildan beri savdo qilasiz bu yerda? 10 yilcha bo'lib qoldi. Biz apellyatsiya beramiz. Boshqatdan ko'rib chiqish kerak. Jahlga erk berishning oqibati mana shunday jarima yoki qamoq jazosi bilan yakunlanishi mumkin. Shunday ekan, Milliy kanalning Millar dasturiga nishon bo'lishni istamasangiz, har qanday holatda ham o'zingizni bosib oling. Olmalarni egasidan ruxsat so'rab oldik, sahnalashtirilgan tasvir edi.